Bismillahirrahmanirrahim. Shukrsizlar aziz o'quvchilar. Biz bugun Mabdaul qiroat kitobidan 13 darsimizni boshlaymiz. Xo'p, mufradatlarga bo'lsak, birinchi mufradatlar bilan tanishib, so'ngra jumlalarni tarjima qilamiz inshaalloh. Bismillah. Xo'p. Finjanun piyola, fanajinu piyolalar, sikkinun pichoq, sakakino ko'plik siyg'asi, pichoqlar, farasun ot, afrasun otlar, kalbun nima? Kuchuk it degani, kilabun itlar, mil'aqatun qoshiq, mala'iqu qoshiqlar, aydan ham yoki yana degan ma'nosi ham bor. Xo'p, yurmoq, mashyun o'tgan zamoni masha yurdi, yamshi yuradi, buyruq fe'li, amr fe'li, imshi. Qo'ymoq, wad'un qo'yish degani, o'tgan zamoni wada'a qo'ydi, qo'yadi, yada'u da' qo'y degan. Xo'p, uchlamoq nimani? Qalamni. Baryun qalamni uchlash, bara uchladi o'tgan zamoni, yabri qalamni uchlaydi, ibri qalamni uchla degan. Xo'p, kelmoq, maji'un keldi desak nima deb deyiladi? Ja'a keldi, yaji'u keladi, ji kel. O'rgatmoq, ta'lim bermoq, ta'limun o'rgatmoq, allama o'rgatdi, ta'lim berdi, yuallimu o'rgatadi, ta'lim beradi, allim ta'lim ber, o'rgat. Ta'lim berishdi, bu ta'lim olmoq, ta'allumun ta'lim olmoq, ta'lim oldi, ta'allama ta'allumun ta'lim olmoq bo'ladi, ta'allama bu o'tgan zamon siyg'asi, fe'li bu ta'lim oldi degan ma'nosi. Bir yata'allamu ta'lim oladi, ta'allumun nima? Ta'allam fe'li amr, ta'lim ol degani. Xo'p. Jumlalarni o'qisak, birgalashib tarjima qilsak. Xo'p, bis-sakakini naqta'ul khubza. Pichoqlar bilan nonni kesamiz. Va bil mala'iqi na'kulut tabiha. Va qoshiqlar bilan taomni yeymiz. Va bil fanajini nashrabu shaya. Ya'ni piyolalar bilan choyni ichamiz. Ta'ala ya Faridu, kay el Farid, nashrabu ash-shaya, choyni ichamiz. Mashaytu kathiran, ko'p yurdim. Ayna wada'ta kitabi ya Faridu, kitobimni qayerga qo'yding ey Farid? Wada'tu huna fil khizanati, bu yerga tokchaga qo'ydim. At-tilmizu yada'u kitabahu fi maq'adi at-tilmizi, o'quvchi kitobini qo'yadi qayerga? Ya'ni fi maq'adi at-tilmizi, partasining ustiga. Xo'p, da'ul kutuba fi as-sunduqi, kitoblarni sanduqlarning ichiga qo'yinglar. Haula'i at-talamizatu yata'allamuna fi baldati Samarqand. Mana bu o'quvchilar ta'lim oladilar qayerda? Fi baldati Samarqand, Samarqand shahrida. Nahnu nata'allamu fi al-madrasati Mir Arab. Biz Mir Arab madrasasida ta'lim olamiz. U Mir Arab madrasasi qayerda? Fi madinati Buxoro, Buxoro shahrida. Xo'p, antum tata'allamuna fi madinati Andijan. Sizlar ta'lim olasizlar Andijon shahrida. Ana ata'allamu fi madinati Namangan. Men Namangan shahrida ta'lim olaman. Ja'a at-tilmizu ila al-madrasati. O'quvchi madrasaga keldi. O'quvchi madrasaga keldi. Hum yuhibbuna aba'ahum. Otalarini yaxshi ko'radilar. Ja'a al-muallimu ila al-madrasati. Muallim madrasaga keldi. Mana shu yerda muallim arablar shu biz muallim deyotgan nimani mudarris deb ishlatadi ular. Misol, ular ja'a al-muallim demaydi, ja'a al-mudarrisu ila al-madrasati deydi. Bizda mudarrisni biz muallim deymiz, o'rgatuvchi, ya'ni ma'lum. Qayerga? Madrasaga keldi. Xo'p, ta'ala ya Abdul Karim, ey Abdul Karim kel. Nal'abu fi darina bil kurati. Hovlimizda koptok bilan o'ynaymiz. Lima?
لما جئت سبحان الله. خب خب لما جئت هنا يا محمود بيرجعنا ما كلين أي محمود ضع الكتاب في الخزانة ضع الكتاب في الخزانة كتابنا شكافك قوي هل قرأت درسك درسين قدم نعم قرأت ها أقدم وأنا أيضا قرأت ومنهم أقدم بريت القلم قلمنا أشلدم نبري القلم بالمبرات قلمنا لما قلم تروش بلان أشليمز إبري القلم بالمبرات يعني قلمنا قلم تروش بلان أشلا إبري أشلا بالفنجان يشربون الشاي نما بيولا بلان چوينه içediler امشي أيها الولد ير أي بلا إبري قلمك قلمنا أشلا جاء أخي برودرم كلد وكم كلد الحصان يمشي أمام البيت آت نما uyda oldida yuriyapti. Xo'p, bu darslarni o'qib tarjima qilamiz. 14-chi mashq quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Xo'p, otlar nima edi? Afrasun otlar. Ko'plik siyg'asi. Birligi farasunda, ko'pligi afrasun. Xo'p, itlar kalbun itidi. Ko'pligi kilabun bo'ladi. Pichoqlar sakakinu. Xo'p, qoshiqlar mala'iqu. Piyolalar fanajinu. Nonni pichoq bilan kes. Iqta'il khubza bis-sikkini. Pichoqlar qayerda? Ayna as-sakakinu. Xo'p, pichoqni tokchaga qo'y. Da'is sikkina fir-raffi yoki 'ala ar-raffi. Da'is sikkina fir-raffi yoki 'ala ar-raffi. Xo'p, kitobni shkafga qo'y. Da'al kitaba fil khizanati. Nega o'ynayapsan? Lima tal'abu? Qayerda o'qiysan? Ayna. Xo'p, bu yerda bir narsani aniqlash kerak. Bir o'zbekchada qayerda o'qiysan degani misol. Bu qayerda ta'lim olasan degan ma'nosi bor. Lekin arabchada qayerda o'qiysan desa, qayerda ta'lim olasan degan ma'noni tushunilmaydi. Ularda to'g'ri aytish kerak. Qayerda ta'lim olasan deyish kerak. Lekin mana bu gapni hozir qayerda o'qiysan degan gapni biz tarjima qilsak arab tiliga to'g'ridan to'g'ri ayna taqra'u bo'ladi-da. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu maqsad emas. Ya'ni qayerda o'qiysan degani qayerda ta'lim olasan degan ma'nosi bor. Ayna tata'allam yoki ayna tadrusu, qayerda o'qiysan, qayerda dars qilasan. Bu dars gapni to'g'ri tarjima qilsak ayna taqra'u, qayerda o'qiysan? Sen o'qiysanmi? Hal taqra'u anta, hal taqra'u anta yani hal anta taqra'u, yani sen o'qiysanmi? yoki hal anta tadrusu, yani hal sen ta'lim olasanmi? Ha o'qiyman. Na'am adrusu yoki aqra'u. Qayerda o'qiysan? Ayna taqra'u yoki ayna tadrusu? Islom madrasasida. Fil madrasatil islamiyya. Fil madrasatil islamiyya. Qalamingni ushladingmi? Hal barayta qalamaka? Hal barayta qalamaka? Ha ushladim. Na'am baraytu. Ko'p o'qinglar. Iqra'u kathiran yoki agar ko'p o'qinglar, ko'p ta'lim olinglar ma'nosi udrusu kathiran degan ma'nosi bo'ladi. Ta'allamu kathiran yoki udrusu kathiran va o'zbekchada biz ko'p o'qinglar deymiz, shu ma'noni beradi. Agar to'g'ri tarjima qilmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Ko'p o'qinglar degani iqra'u kathiran. Xo'p, kam o'ynanglar. Il'abu qalilan. Kel darsimizni o'qiymiz. Ta'al
نقرأ دروسنا. تعال نقرأ دروسنا. أي عبد الله، درسنا وقديمة. يا عبد الله هل قرأت درسك؟